Assalomu alaykum. Ushbu darsimiz HTML bo'yicha amaliyot darsi bo'lib, oldingi o'tgan darslarimizni takrorlashga, mustahkamlashga harakat qilamiz va o'zimizni dasturchidek his qilishni boshlaymiz. Bizga mijoz yoki ishxonamizdagi proyekt menejer mana bunaqa ko'rinishdagi veb sahifani qilib berishimizni so'rayapti. Bajonodil deymizda ishni boshlaymiz. Xo'sh, eng birinchi qiladigan ishimiz nima? Kodni yozishni boshlaymizmi? Yo'q, albatta. Sizga berilayotgan ishni eng avvalo o'zingiz yaxshilab tushunib olishingiz, keyin uni rejalashtirib va undan keyin kod yozishni boshlashingiz kerak. Demak, ushbu veb sahifa portfolio. Unda men haqimda, mening hobbilarim va men yoqtirgan video nomli bo'limlar mavjud. Bu qism uchun H1, bu qismlar uchun H2, rasm uchun image tagidan foydalanaman, ro'yxat uchun OL yoki ULmadi. Mayli, buni kod yozayotganda bilib olsam bo'ladi. Video klip uchun esa YouTube'ni ulay qolaman va bu uchun iframe kerak bo'ladi. Va eng oxiridagi boshqa bir saytga havola qilish uchun esa tagidan foydalanaman. Ana endi kod yozishni boshlasam bo'ladi. Biror veb sahifa qilish uchun albatta bizga HTML fayl kerak bo'lardi va aynan o'tgan darslarimizda yaratgan HTML fayllarimiz, ya'ni foydalangan HTML fayllarimiz bular. Va aynan bugungi darsimiz uchun esa yangi HTML fayl yaratib olganimiz ma'qul bo'ladi. Xo'sh, bu yoqda biz HTML fayl yaratishda bir necha xil usullarni ko'rgandik va men bitta usulidan foydalanyapman, portfolio. Va formatini text emas, HTML qilib qo'yaman mana. Va bu yoqda aynan tasdiqlashimni so'rayapti. Mana, format o'zgardi, ya'ni text formatidan HTML formatiga o'zgardi va endi kod yozsak bo'ladi bemalol. Va yana bitta ikkinchi usuli bor edi, esingizda bo'lsa, siz notepadda o'zini topib olishingiz mumkin. Va bu yoqda nimadir deb kodlar yozganingizdan keyin saqlayotgan paytingizda aynan all qilib format tipini bu yoqda misol uchun portfolioni o'zi emas, 2 qilib qo'ysak, misol uchun saqlasa bo'ladi. Ya'ni bu ikkinchi usul, ya'ni HTML fayl yaratib olishda ikkinchi xil usul.